Quyoshning 7 xil rang bilan uyimizning derisini parlatadiganligini va isitadiganligini hammamiz bilamiz. Shundoq bo'lgan ekan, agar biz derizimizni parlatgan quyoshni inkor qilsak, ajaba nimani qabul qilishga majbur bo'lamiz? Derizining ichida haqiqiy bir quyoshning borligini qabul qilishga majbur bo'lamiz. Chunki derizimizga tushgan nur bilan issiqlikning borligi amaliyat. Undaq bo'lgan ekan, cho'qim bu nur bilan issiqlikning manbasi bo'lgan bir quyosh bo'lishi kerak. Agar quyosh yo'q deb faraz qilinib, quyoshning derizida ko'ringan yorug'lik bilan haroratning manbasi ekanligi qabul qilinmasa, u chaqda mazkur yorug'lik bilan haroratning derizining o'z mahsuli ekanligini qabul qilishga majbur bo'lamiz. Chunki ko'z oldimizda yorug'lik bilan issiqlikning borligi bir amaliyat. Undaq bo'lgan ekan, bularning cho'qim bir manbasi borligi muhaqqaqdir. Buningdan sirt bundaq bir yorug'lik bilan issiqlik faqat shu quyoshdek cho'nglikdagi bir manbadan kelalaydi. Undaq bo'lgan ekan, osmondagi quyoshni inkor qilganimizda derizining ichida haqiqiy bir quyoshning borligini qabul qilishga hamda bu yorug'lik va haroratning egisi derizining o'zidir deyishga majbur bo'lamiz. Quyoshning cheksiz narsalarni o'z nuri bilan yoritishi va harorati bilan isitishini o'ylaganimizda, osmondagi yolg'iz bir quyoshni inkor qilishning natijasi cheksiz narsalarning ichida cheksiz sonda haqiqiy quyoshlarning borligini qabul qilish deganlikdir. Demak, osmondagi yolg'iz bir quyoshni qabul qilolmagan odam quyoshning yorug'ligi va issiqligini o'zida aks ettirgan narsalarning sonichilik quyoshlarni qabul qilishga majbur bo'ladi. Chunki yuqorida deb o'tganimizdek, ko'z oldimizda bir yorug'lik bilan issiqlikning borligi amaliyat. Bumi faqat shu bir quyoshdan keladi. Xuddi mushu misoldagiga o'xshash, quyoshi burundan bor bo'lgan ham mangu shundoq parlab turadigan Alloh taolomi go'zal ism va sifatlari bilan bu olamni va olamdagi har bir narsani yoritgan. Yuqoridagi misolimizdagi yorug'lik bilan harorat hech bir manbasiz bo'lmaganidek, bu olamda bor bo'lgan ism va sifatlarmi sohibsiz emas. Chunki yuqorida ko'rganimizdek ism egisiz, sifatlanguchisiz bo'lmaydi. Ya'ni ko'z oldimizda bir ism bo'ladigan, cho'qim u ism bilan atalgan bir jism bor demakdir. Shundoqla ko'z oldimizda bir sifat bo'ladigan, cho'qim u sifatning bir egisi borligi muhaqqaqdir. Masalan, qalam bilan bir qog'ozga bir harf yozdik deb turayli. Bu ish harakatda va qog'oz yuzidagi o harfida munolarni bayqaymiz. Birinchi, oldi bilan qog'oz yuzida o harfining bo'lish bo'lmasligi qaror qilingan. Chunki bir oz ilgari mazkur qog'ozda o harfi yo'q bo'lib, hozir bo'lsa bir o harfi bor. Bir shay'ining yo'qlikdan borliqqa kelalishi, ya'ni asli yo'qlik olamidan borliq olamiga tanlanishi uchun uning yozuvchisi va aktiv iroda sohibi bo'lishi kerak. Ya'ni u shay'ining yo'qlik olamidan borliq olamiga chiqishini qaror qila oladigan iroda sohibi bo'lishi kerak. Irodasi va tanlashi bo'lmagan bir omilning qog'oz yuzidagi o harfini yozuvchi bo'lishi hamda o'zining mazkur harfni yozganligini da'vo qila olishi mumkin emas. Demak, o harfining yo'qlikdan borliqqa keltirilishi iroda sohibi bo'lgan bir yozuvchiga muhtoj. Ikkinchi, qog'oz yuzidagi o harfi odatdagi qandoqdir bir siziq emas, ma'nosi bor san'atlik bir siziqdir. Undaq bo'lgan ekan, uning san'atkori va yozuvchisining ilm sifati bo'lishi, ya'ni mazkur ishni qandoq qilishni biladigan olim bo'lishi kerak. Ilmi bo'lmagan va o'qish yozishni bilmagan birining ma'ni ifodalaydigan bu o harfini yoza olishi mumkin emas. Demak, o harfining yo'qdan borliqqa keltirilishi ilm sohibi bo'lgan bir yozuvchiga muhtoj. Uchinchi, bulardan sirt bu yozuvchi kuch-qudrat sohibi bo'lishi kerak. Ya'ni bu yozuvchining irodasi va ilmi bo'lib, kuch-qudrati bo'lmasa, masalan, polish bo'lib, qo'lini harakatlantiramasa, yanila bu o harfini yozolmaydi. Mana bu o harfi o'zining mavjudligi bilan yozuvchisining kuch-qudrat sohibi bo'lgan bir qodir ekanligini ko'rsatadi. To'rtinchi, yana yozuvchi hayotlikqa ega bo'lishi kerak.
Chunki hayoti bo'lmagan birining ilmi, irodasi va kuch-qudrati bo'lmaydi. Hayotlikqa ega bo'lmagan bir toshning yeniga bir qalam va qog'oz qo'yib qo'ysak, ondan ularni 1 million yil yolg'iz tashlab qo'ysak, qog'oz yuzida bir O harfini ko'rolmaymiz. Demak, O harfi o'zining mavjudligi bilan yozuvchisining hay, ya'ni hayotlikqa ega bir zot ekanligini ko'rsatadi. Bu misollarni va O harfidagi yozuvchisiga dalolat qiladigan omillarni texmo ko'paytirish mumkin. Endi O harfi uchun bir yozuvchi izlab boqaylik. Agar biz O harfni yozuvchi insonni inkor qilib, bu O harfini mavu qalam yozdi desak, o chaqda yozuvchida bo'lishga tegishlik iroda, ilm, kuch-qudrat va hayotlik degandek sifatlarni qalamga berishga va bu qalam olimdir, iroda egisidir, kuch-qudrat egisidir, uningda hayotlik bordir degandek bir safsatini qabul qilishga majbur bo'lamiz. Chunki ko'z oldimizda ism va sifat mavjud. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek ism jismsiz, sifat sifatlanguvchisiz bo'lmaydi. Dal mushu sababdan kimki mazkur harfning yozuvchisi deb qaralsa, bir yozuvchida bo'lishga tegishlik ilm, iroda, kuch-qudrat va hayotlik degandek sifatlarning shu zotda borligini qabul qilishimiz lozim. Xuddi mushuningga o'xshash koinotmi bir harf va bir kitobdir. Uning yozuvchisining Alloh taolo ekanligi qabul qilinmagan taqdirda bu kitobda mavjud bo'lgan barliq ism va sifatlarni atomlarga, sabablarga, tasodibiylikqa va tabiatga mansub qilish, ularni ilohlik maqomiga ko'tarish deganlikdir. Bir Allohni aqliga sig'dirolmaganligi uchun qabul qilmagan odam zarralarning va atomlarning sonichilik ko'p ilohlarni qabul qilishga majbur bo'ladi degan gap. Agar xohlasangiz, bu masalani mundoq bir misol orqali izohlab tushunishga tirishib boqaylik. Biz har kuni degidek ko'z oldimizda bulutlardan tushib turadigan yomg'irlarni tomosha qilmoqdamiz. Ajaba, yomg'irning hosil bo'lishi uchun uni hosil qiluvchida qanday sifatlarning bo'lishi kerakligini o'ylanib boqdikmi? Endi bu hodisada mavjud bo'lgan ism va sifatlarga qarab boqaylik. Birinchi, oldi bilan yomg'irning yo'qlik olamidan borliq olamiga chiqishi qaror qilingan. Ya'ni yomg'ir tomchilari bir oz avval yo'q edi, ammo hozir mavjud. Bir narsaning yo'qlikdan borliqqa chiqishini qaror qilish faqat va faqat iroda sifatiga ega bo'lish orqali mumkin bo'ladi. Demak, yomg'irni yog'dirgan zotning irodasi bo'lishi kerak. Irodasi bo'lmagan hech kim hatto bir tomchinimi men yog'dirdim deyolmaydi. Ikkinchi, yomg'ir tomchisida 2 hidrogen va 1 oksigen bor. 2 hidrogen va 1 oksigenni bir yerga akilish orqali yomg'ir tomchilarini hosil qilish faqat cheksiz ilm sohibi bo'lish orqali mumkin bo'ladi. Demak, yomg'irni yog'diruvchining ilmi bo'lishi kerak. Ilmi bo'lmagan hech kim hatto bir tomchinimi men yog'dirdim deyolmaydi. Uchinchi, yomg'ir yog'dirish uchun bo'libmi cheksiz kuch-qudrat sohibi bo'lish kerak. Chunki ko'ydirguchi ham ko'yguchi 2 moddani birlashtirib, o't ofatining o'rniga suv hosil qilish faqat cheksiz kuch-qudrat sohibining qo'li orqali vujudga chiqadi. Demak, yomg'ir yog'diruvchining kuch-qudratimi bo'lishi kerak. Kuch-qudrati bo'lmagan biri hatto bir tomchini yog'dirolmaydi. 4. Yomg'ir tomchilarini bir-biriga so'qishtirmasdan yog'dirish hamda yomg'irda sanab tugatkili bo'lmag'idek darajada ko'p foyda manfaatlarni o'rinlashtirish uchun yana hikmat sohibi bo'lish kerak. Hikmatlik bo'lmagan birining hatto bir tomchini hosil qila olishi va yomg'irda shunchavala ko'p foyda manfaatlarni o'rinlashtira olishi mumkin emas. Demak, yomg'irni yog'diruvchi hikmatlik bo'lishi kerak. Hikmatlik bo'lmagan birining hatto bir tomchini hosil qila olishi mumkin emas. 5. Yomg'ir yog'dirilganda faqat shu yomg'irni yog'dirishla emas, balki yomg'irning koinotdagi barliq shaylar bilan bo'lgan munosabatlari nazarda tutilgan. Masalan, u yomg'irni insonlar va hayvonlar ichidi. Tuproq shu orqali jonlanadi. O'simliklar va dal-daraxtlar shu orqali hayotlikka erishadi. Ya'ni
yomg'ir yaratilgan chog'da faqat yomg'ir yog'dirishli nazarda tutilmasdan, uning barliq shay'lar bilan bo'lgan munosabatlari nazarda tutilgan asosda mazkur shay'larga foyda akilalaydigan holatda yaratilgan. Ya'ni yomg'irni yaratquchi zot mazkur shay'larning hammasiga foydali bo'lgan yomg'irni yarata olishi uchun ham insonlarni, ham hayvonotlarni, hamda o'simliklarni to'liq bilishi kerak. Bundaq bo'lishi faqat barliq shay'larni mukammal bilish orqali mumkin bo'ladi. Barliq shay'larni bir vaqtda mukammal bilinmagan va ularni ko'rmagan kishi yomg'irni ularga foydali shaklda barliqqa keltira olamdi. Demak, yomg'irni yog'dirg'uchining mukammal bilim ma'lumoti bo'lishi va hammani ko'ra oladigan bo'lishi kerak. Hammani mukammal bilinmaydigan va hammani ko'rib turolmaydigan birining hatto bir tomchinimi men yog'dirdim deyish haqqi bo'lmaydi. 6. Yomg'irni yer yuzidagi mavjudotga avatish cheksiz mehr shafqatning mevasidir. Yer yuzidagi maxluqot va mavjudotga mehr shafqati bo'lmagan birining yomg'irni yarata olishi mumkin emas. Demak, yomg'irni yaratquchining cheksiz mehr shafqati bo'lishi kerak. Mehr shafqati bo'lmagan birining hatto bir tomchinimi men yaratdim deyish haqqi bo'lmaydi. 7. Yuqorida tilga elib o'tgan sifatlarga ega bo'lish uchun oldi bilan hayotlik egasi bo'lishi kerak. Chunki hayoti bo'lmagan birining na irodasi, na kuch-qudrati, na boshqa sifatlari bo'lmaydi. Yomg'irda mavjud bo'lgan yana o'nlagan ism va sifatlar bor bo'lib, aqlga ishorat degan hikmatga binoan so'zimizni yana uzartib o'tmay, mushu yerda oxirlashtiramiz. Endi biz yomg'irni yarata oladigan bir zotni izlab boqaylik. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, yomg'irni yaratgan zotning irodasi, ilmi, kuch-qudrati, hikmati, mehr shafqati va mukammal bilimi bo'lishi, hammani ko'ra oladigan bo'lishi, hayotlikqa ega bo'lishi degandek yana nurg'unlagan ism va sifatlari bo'lishi kerak. Bu sifatlarga ega bo'lmagan birining hatto bir tomchini yog'dira olishi mumkin emas. Chunki ko'z oldimizda hikmat bilan yaratilgan yomg'ir tomchilari va uningda mavjud bo'lgan nurg'un ism va sifatlar bor. Ajaba bu ism va sifatlar kimning? Biz Allohning deymiz. Hamda yomg'irni yaratish ishining Allohning ishi ekanligini, Allohdan boshqa hech kimning bundoq hikmatlik ishini qilolmaydiganligini qabul qilamiz. Agar biri chiqib buning aksicha gap qilib Allohni inkor qilsa, u chog'da yomg'irni yaratish ishini amalga oshiruvchini, ya'ni yomg'irni yog'diruvchini bizga ko'rsatib bera olishi kerak. Chunki ko'z oldimizda bir fi'il mavjud va fi'illar hech qachon fa'ilsiz mavjud bo'lgan emas. Shundoqla u o'zini ko'rsatgan fa'ilda mazkur ism va sifatlarning borlig'ini qabul qilishi kerak. Chunki bu ism va sifatlarga ega bo'lmagan birining yomg'ir yog'dira olishi, hatto bir tomchini borliqqa keltira olishi mumkin emas. Undaq bo'lgan ekan, bu nuqtada faqat ikkili yo'l bor. Ya Allohning haqiqiy fa'il ekanligini qabul qilib, yomg'irni yaratish ishi uningga mansub qilinadi, hamda Alloh bu hodisadagi ismning egasi va mazkur sifatlar bilan sifatlanguvchi zot deb qaraladi. Yoki bulutning o'zi fa'il deb qaralib, u yomg'irda bor bo'lgan mazkur ism va sifatlarga ega deb qaraladi. Ya'ni gumoni fa'il bo'lgan bulut Allohning sifatlariga sahib bo'lib, ulug'iyat maqomiga ko'tariladi va uningga ilohlik martabasi beriladi. Gapning xulosasi shuki, yomg'irda ko'plagan ism va sifatlar bor. Bu ism va sifatlarning egasiz bo'lishi mumkin emas. Allohni inkor qilgan biri oldi bilan hayotlikqa ega bo'lmagan, hatto o'zidanmi xabari bo'lmagan bulutning Allohning ilmiga o'xshash ilmi, Allohning kuch-qudratiga o'xshash kuch-qudrati, Allohning hikmatiga o'xshash hikmati, Allohning rahmatiga o'xshash rahmati va Alloh ega bo'lgan barliq ism sifatlarga o'xshash ism sifatlari borlig'ini da'vo qilib, ondan o'zining kufri e'tiqodida davomli qoladi va mushu e'tiqod bilan bulutni o'zining ilohi qilib oladi. Chunki iloh demak yuqorida tilga ilingan ism sifatlarga ega bo'lgan zot demakdir. Xuddi
ilgirki misolimizdagi quyoshni inkor qilgan kishining derazaning ichida haqiqiy bir quyoshning borlig'ini qabul qilishga majbur bo'lganiga o'xshash. Chunki mazkur yorug'likni chiqarg'uvchini quyosh deydiq. Xuddi ashu misoldagidek biz kimni derazaga o'xshash ko'p sondagi shay'larni aks etgan ism va sifatlarning egasi deb qabul qilsak, bizning ilohimizmi shu deganlikdir. Chunki ashu ism sifatlarning egasi bo'lgan zot iloh deb ataladi. Yuqoridagi misolda biz faqat yomg'irga va uningda aks etgan ism sifatlarga nazar tashladik. Endi koinotga nazar og'dirib beqing. Hamda uningda aks etgan ism sifatlarga diqqat qiling. Ondan o ism sifatlarga ega bo'la oladigan bir fa'il va san'atkorni tepib chiqishga tirishing. Osmonlarga o'rlang, dengizlarning ostiga cho'king, cho'l bayovonlarda kezing. Dunyoda siz qaramagan bir atal toshning ostimi qolmasin. Qani, koinotda mavjud bo'lgan shunchavala ism va sifatlarga loyiq Allohdan boshqa birini topa olamdikansiz.